Oynada gulni ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli chiqqan, mo'kiriga shunaqa tillarang svetli qilib gul qo'yib berganmiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu oynamiz shunday oddiy qora oynada bo'lgan ekan. Biz buni oynasini 2 qavat qilib shunaqa gul qilib berganmiz. Hozir eshikda o'rniga kelib turib ko'rsataman. Baho beraverasizlar. Nariga eshik bo'lib, bu eshikga qolib ketgan ekan. Shunaqa gul qo'yilmagan ekan. Biz buni oq ayna plus dababchini qo'shib, aynaga 1 qavat ekan. Oq oynasini tashqariga qilib qo'yib berdik. Ko'rishlaring mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Bu oynalar qora. Eng qora oynasi ichkarida qoldi. Hozir ichkaridan ham bitta ko'rishlaring mumkin. Bu ichkaridan ko'rinishi shunaqa romlardi. Oldida shu eshikni 1 qavat qilib qo'yishgan ekan, romlari 2 qavat ekan. Buni biz qilmaganmiz, boshqa ustalar qilishgan. Shunaqa akkuratni qildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki bir shunaqa chala qolib ketgan ishlar bo'ladigan bo'lsa, ligirovkalar chatoq bo'ladigan bo'lsa, shu oynasini almashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, oynasi oddiy обычный oq oyna bo'lib qolib, gulli oyna qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga bog'lanishlaring mumkin. Shu xizmatimizdan foydalanishlaring mumkin. Mana shu oyna, shu eshikda oynasini 2 qavat qilib, shunaqa gul to'qib hammasini qilib berishlarimiz 400 ming so'mga tushdi. Bemalol pastda nomerga aloqaga chiqishlaring mumkin.